Mamlakatimizda sanoatni jadal rivojlantirish, hududlarda zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida Xitoy sarmoyasi ishtirokida barpo etilgan zamonaviy sement ishlab chiqarish korxonasi ana shunday yirik investitsiyaviy loyihalardan biridir. Mazkur korxonaga qariyb 350 million AQSh dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya jalb etilgan bo'lib, u Markaziy Osiyodagi yirik sanoat obyektlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan zavodning yillik ishlab chiqarish quvvati 2,7-3 million tonna sementni tashkil etadi. Korxona faoliyati yo'lga qo'yilishi natijasida dastlabki bosqichda 300 nafardan ortiq, keyinchalik esa 700 nafargacha mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Bu esa hududda aholi bandligini ta'minlash va daromad manbalarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. 38 gektardan ziyod hududda barpo etilgan mazkur sanoat majmuasi ishlab chiqarish jarayonlari energiya tejamkor va ekologik xavfsiz texnologiyalar asosida tashkil etilgan. Zamonaviy filtrlash tizimlari orqali atmosferaga chiqariladigan zararli moddalar miqdori keskin kamaytirilgan. Mutaxassislar ta'kidlashicha, zavod to'liq quvvatda ishlashi natijasida har yili 20 million AQSh dollaridan ortiq soliq tushumlari ta'minlanishi kutilmoqda. Bu esa mahalliy byudjet daromadlarini oshirish va hududiy infratuzilmani rivojlantirishda xizmat qiladi. Eng muhimi, mazkur loyiha O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlari amalda izchil mustahkamlanib borayotganining yaqqol ifodasidir. Bugungi kunda ikki mamlakat o'rtasida sanoat kooperatsiyasi, investitsiya va texnologiyalar almashinuvi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Mana hozir ko'rib turgan sement zavod Xitoy davlati tomonidan faoliyatini boshlagan. Ko'rib turgan zavodni o'rnida bundan 1-3-4 yil oldin tashlandiq holatda edi. Mana bugungi kunda faoliyat olib bormoqda. Bugungi kunda sement zavodda dastlabki faoliyatini boshlab, mana tumanimizda, Kattaqo'rg'on tumanidagi yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida ularni mana shu zavodimizda hozir ishga qabul qilib, o'z faoliyatlarini olib bormoqda. Shu bilan bir qatorda bugungi kunda mana sement zavod o'zining mahsulotlarini O'zbekistonni bir nechta viloyatlariga eksport qilishni boshladi. Shu bilan bir qatorda mana viloyatimizga, qo'shni viloyatlarga ishlab chiqariladigan sement mahsulotlari savdosi yo'lga qo'yilgan. Shu bilan bir qatorda bugungi kunda mana shu sement zavodini faoliyatini yanada yaxshilash maqsadida zavodda bir necha turlardagi sement markadagi mahsulotlar ham ishlab chiqarilmoqda. Shuningdek, mana shu zavodda ishchilarning, xodimlarning malakalarini oshirish bo'yicha ularni o'quv ishlari ham tashkil etilgan. Kattaqo'rg'ondagi sement zavodi nafaqat qurilish materiallari bozorini barqaror ta'minlash, balki eksport salohiyatini oshirish, sanoatlashuv jarayonlarini jadallashtirish va yangi ish o'rinlari yaratishda muhim o'rin tutmoqda.